bir kishini misol keltirdilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam. Aytdilarki, ar-rajul yutwilu safar, bir kishiki shunday uzoq safarga chiqib keladi. Bu yerda boshqa bir hadisda hojiga borgan odamni misol keltirgan. Sochlari to'zigan, shunaqa bir qiyin ahvolda uzoq yo'l bosib boradida, qo'lini osmonga ko'tarib ya rob deb Robbiga murojaat qiladi, duo qiladi. Vaholanki payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar, u Robbim deb Allohga duo qiladi. Vaholanki yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, harom bilan oziqlangan, qanday qilib uni duosi qabul bo'lsin deydilar. Ming dod degan bilan uni luqmasi chataq, kiygani, yegani, libosi hammasi o'sha harom ustiga qurilgan bo'lsa, qanday qilib bu narsani duo qabul bo'lishini umid qiladi dedilar. Shuning uchun azizlar, bu o'ta muhim masala bo'lganligi uchun biz bu narsani yana ta'kidlab o'tyapmiz. Albatta, yana bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki, azizlar, o'zimizcha mana bu halol, mana bu harom deb fatvo bermaylik. Hozir internetlarda ko'rsangiz, falon narsalar harom deb fatvo berib yuryapti. Bir odam mehnat qilib, masalan, oziq-ovqat mahsulotini chiqaryapti, bismillah, halollik bilan qiynalib qilsa, u odamning mehnatini bir kunda haromga chiqarib, shubha qilib hammaga unaqa fatvo bermaslik kerak. Halolni harom deb qo'yishlik, haromni halol deb qo'yish kabi gunoh bo'ladi. Bilmasa bilmadim deyish kerak. Bilmasa bilmadim deb javob berishlik kerak azizlar.